bir narsa yegan bo'lmay, bir narsa ichgan bo'lmay, bir xurmoy o'zi toza xurmoni yetgan bundan ham savol bo'lsa, qanday qilar ekanman ro'zi qiyomatga? Ey Alloh, meni holatim qanday bo'lar ekan deb Umar so'yib yig'ladilar. Vallahi bu ishni bo'ladi, Umarning qandiga hech narsa kirgan emas. Ola dedi, bir kechaga xurmo yeyapman, uni ustidan bir suv ichyapman. Bundan savol bo'lsa, nima narsa bo'lar ekanman, meni holatim qanday bo'lar ekan deb Umar radhiyallohu ta'ala yig'ladilar. Rawi hadis Janobi Abi Hurayra radhiyallohu ta'ala anhudir. Xorij bo'ldi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir kecha az kechirar Madinadan chiqdi payg'ambarimiz. Ba'zan Hazrat Abu Bakr radhiyallohu ta'ala ham ko'rdilar. Fada'uni ham oldinga kelgan deb aqirdilar, buni keling. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu ta'ala payg'ambarimiz oldiga keldilar. Thumma marra bi Umar radhiyallohu ta'ala ba'das bundan dari Hazrat Umar radhiyallohu ta'ala payg'ambarimiz oldiga keldilar. Rawi hadis Hazrat Abi Hurayra radhiyallohu ta'ala bir kecha az kechiradan payg'ambar Xudo osh olib chiqadilar. Avvalin zoti muloqot qilgan kishilar Hazrat Abu Bakr so'yib. Sonra Hazrat Umar so'yib bor. Fadao Hazrat Umardan qo'llariga aqirdilar, fakharaja ilayhi. Hazrat Umar so'yib bilan oldiga keldilar. Fantaraka hatta dakhala. Pas bular yerga yurib ketaverdilar. Suratlar seni nima chiqardi Hazrat Abu Bakr? Aytdilar, meni osh qoldi chiqardi Rasululloh nazorin. Tamom molimni, doroyimni sizga qurbon qildim, berdim. Hammasini Alloh Rabbul Izzatiga va sizni diningizni nashrimiz uchun berdim. Hech narsa qolmadi, o'yinga osh qolib chiqdi bir kecha. Hazrat Umardan so'radilar, seni nima chiqarib dedilar payg'ambarlar? Men ham osh qolganlikdan chiqqanman. Men ham osh qolmadim. Ketdilar, hatto endi dohil bo'ldi bir bog' ansori kishiga. Bir bog' ansoriga payg'ambarimiz dohil bo'ldilar. Avlibat ansori yo bir ba'zi ansorini bog'ga dohil bo'ldi. Faqala li sohibil hoid, pas aytdi o'sha bog'ning egasiga, at'imna busran, bizda oshmiz bizdaga dedilar. Payg'ambarimiz xurmo berdilar. Bu sir xurmoni aytadi. Xurmoy tari toza bo'lsa, bu sir shunga aytadilar. Xurmoy tari toza. Tajoa bi'adqin, pas bir katta xushay xurmoni payg'ambarimiz oldiga Hazrat Abu Bakrda, Hazrat Umarda oldiga marhaban bi ya Rasululloh, marhaban bi Abu Bakr Siddiq, marhaban bi Umar deb qo'shonlik qilib bularni oldiga bir xushay xurmoni olib keldilar payg'ambarimiz oldiga. Ta'akala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, Rasululloh nozini tanovul yedilar bu xurmodan. Va ashabihi Janob Hazrat Abu Bakr va Hazrat Umar radhiyallohu ta'ala ham yedilar. Thumma da'a bi ma'in, ba'zan bir yaxta suv olib keling dedilar payg'ambar. Bir suv olib keling dedilar. Faja'a ma'an, fasudam keldilar, ma'an bor edi, yaxta suvni payg'ambarimiz oldiga olib keldilar. Tashari va Rasululloh payg'ambar qo'yishdilar, sonra Hazrat Abu Bakr Hazrat Umar so'rashdilar. Faqala wallahi dedilar Rasululloh. Wallahi thumma la tus'alunna an hadha yawm al-qiyamah. Qasam va zot vojib to'layki shundan ro'zi qiyomatda savol bo'ladi dedilar. Fa akhadha Umar radhiyallohu ta'ala yadaka fazara bihi al xushay xurmoni Hazrat Umar so'yib yetdilar, zaminga qo'ydilar. Qo'ydilar, aytdi zaminga qo'ydi, aytdi xurmo kerak emas dedi. Vallahi bu ishni bo'ladi, Umarning qandiga hech narsa kirgan emas. Ola dedi, bir kechaga xurmo yeyapman, uni ustidan bir suv ichyapman. Bundan savol bo'lsa, nima narsa bo'lar ekanman, meni holatim qanday bo'lar ekan deb Hazrat Umar radhiyallohu ta'ala yig'ladilar. Hazrat Umar so'yiblar, bu ishlardan bir narsa yegan bo'lmay, bir narsa ichgan bo'lmay, bir xurmo o'zi toza xurmoni yetgan bundan ham savol bo'lsa, qanday qilar ekanman ro'zi qiyomatga? Ey Alloh, meni holatim qanday bo'lar ekan deb Hazrat Umar so'yib yig'ladilar. Hatto tanosirat bo'lsa, hatto endi xurmoni qo'yganlarni xurmo sojilib ketdi. Peshvoy payg'ambar Xudo sallallohu alayhi vasallamning oldiga xurmolar bordi. Summa qala ya Rasululloh. Ba'zan Hazrat Umar so'radi, ey Rasululloh, ey mahbuba Alloh, ey payg'ambar ulul azm, ey rahmatan lil alamin. A inna la mas'uluna an hada yawm al-qiyamah. Oy shundan ham ro'zi qiyomatga bizdan so'raladi. Vujud biladiki bir narsa men yegan bo'lmay, bu raviy hadis Hazrat Abi Hurayra Musnad Imom Ahmad Hanbalga bu hadis rivoyat bo'lgan. Vujud biladiki bu xalifa yoriz Amir al-Mu'minin hech narsa yegan yo'q, shundan ham ro'zi qiyomatga savol bo'lsa men nima qilar ekanman deb Hazrat Umar yig'ladi. Ayinna la mas'uluna an hada yawm al-qiyamah. Oy shundan ham so'ralamay payg'ambar Xudo sallallohu alayhi vasallam. Qala Rasululloh, na'am, payg'ambarimiz aytdilar, bali shundan ham so'raladi. Shu xurmoyki, shu yaxta suvdagi serichatni shundan ham so'radilar. Illo min salasin, illo magar uch narsadan payg'ambarimiz aytdilar, so'ralmaydi.
خرقتن کف بها الرجل عورته، بر خرقه‌ای که بر کالایی که عورت انسان یا بعد موندن سوال بومید دیده پیامبر است که بر کم گنا نانی که بر یارم نانی که شونه یهش دیگه آشغالش دیدن نجات تابسه ولش دیدن نجات تابسه شدن سرال مید دیدن او جهرن یتداخل فیه من الحر والقر، یا بر اولی که بر کبایی که دیده زمستان آیگه تابستان آیگه استقدان سوادن عصر استیجون شدن سوال بومید وش نزدن سوال بومید باش همه نزدن ای عمر صاحب ای ابو بکر ای خلیفه یارغار ای عمر فاروق که بین دینم تا قنجه بیندن در سال نشینو رو که در همه نزدن زور لندن در خواست حدیث نمرز بود از مسلمان بزر قنجه نیمت رگه بار نما جمو حدیث پیام حدیث مقصد حدیث حکام لربز بالمید کشورهای عرب حکام لربز بالمید مسلمان لر قرین چون مسلمان های افغانستان قنچه خارزادlar bordi qancha muhojirlar chiqarilgan har kishvardan chiqarilgan xorizor insonlar bordi nima uchun bu hadisni mistoq hadisni tadqiq beraman desangiz ko'p jafo qilganmiz bu hadislar muqobiliga oyathoy Alloh Rabbil Izzatning muqobiliga ahadis gohirvor rasul nozarini muqobiliga musulmonlar ko'p jafo qilgan o'zimizni g'amimizga o'zimizni fikrimizga o'zimizni dardiga biz bir dard musulmoni digarga emasmiz